Yoqaman. Ekran. Va bugungi darsimiz UX UI tushunchalari haqida bo'ladi. Interfeyslarni endi keyingi bo'limiga o'tamiz. Bu semestrdan boshlab, demak, interfeyslarni, masalan, interfeysga har xil nimalarimiz kiradi. O'sha bilan har xil obyektlarimiz, har bir masalan yaratayotgan, masalan, dizayn, masalan, yaratganlarimiz, masalan, poster yaratgandek, o'tgan safarlar darslarimizda, masalan, prezentatsiyalar tayyorlaymiz. Masalan, qanaqadir buyumlar bo'ladi. Hammasida masalan dizayn bo'ladi. Hammasida UX, UI qatnashgan bo'ladi. Mana shu UX, UI ni nimaligini bugun ko'rib o'tamiz. Bunday olib qarasak, o'sha interfeys deymiz. Interfeys hamma narsada bor. Masalan, telefonda, masalan, kompyuterlar masalan, klaviaturalarni joylashtirishda hammasida masalan interfeys bo'ladi. Hatto masalan, eshiklarda, nimalarda, har bir buyumda bunday olib qarasak, interfeys bor. O'shani ozgina qisqaroq bo'limini sizlar bilan ko'rib o'tamiz. Qisqa bir qismini desak bo'ladi. Bu endi veb-saytlar yoki masalan posterlar o'shalardagi interfeyslar va u yerda masalan UX UI ning roli va qanday foydalanish kerak, qanday ishlatish kerak, shularni sizlar bilan ko'rib chiqamiz. Xo'p. Birinchi boshda UX ni o'rganishdan ko'rib chiqsak, UX terminini bir nima qilib ko'rsak, o'rgansak, bu bizaga user experience deb nominaladi. Foydalanuvchi tajribasi, tajriba, opit deymiz, o'shalari bizaga UX ga kiradi. Bu bizga foydalanuvchining mahsulot yoki xizmat bilan o'zaro aloqasi natijasida hosil bo'ladigan umumiy tajribadir. Masalan, saytlarga kiramiz har kun, masalan, saytlarga yoki messenjerlarga kiramiz va o'shanda masalan bizda opit shakllanadi yoki tajriba shakllanadi. Masalan, qaysidir knopka o'ngda bo'lishi kerak, qaysidir chapda bo'lishi kerak. Masalan, menyu ko'pincha o'ngdan qidiramiz yoki chapga mana bu nimalari bo'ladi. Masalan, chiqib ketish nima knopkalari bo'ladi, tugmalari bo'ladi. Orqaga qaytish degan knopkamiz masalan. Ko'pincha sotib olish qaysidir aniq bir rangda bo'ladi. Masalan, chiqish, masalan, yoki atmena ko'pincha deb nomlanadi. O'sha knopkamiz ham masalan qaysidir aniq bir masalan ranglardan, palitralardan foydalanilib masalan belgilanadi. Xuddi shunday bizda tajriba hosil bo'ladi. O'sha tajribani UX deb nomlaymiz. Inglizchasiga user experience, o'zbekchasiga foydalanuvchi tajribasi. Masalan, o'sha saytlarga kirganda yoki masalan posterlar, masalan dizaynni yaratgandik, dizaynlarni ko'rganda qanaqadir bizga ko'p ko'ravergandan masalan ko'z o'rganadi desak ham bo'ladi. Kerakli masalan matnlarni kerakli joyini уже avtomatik mijozlarimiz qidirishni boshlaydi. Masalan, o'ziga masalan nima bo'lgan o'rganib qolgan joylardan ko'pincha qidirishadi. O'shani biza UX psixologiyasi desak ham bo'ladi. UX da ko'rib o'tamiz. Demak, bu UX bizaga nima uchun kerak? Eng asosiysi bizaga bu qulaylik, intuitiv va foydalanuvchi ehtiyojlariga mos qilib yaratishga yordam beradi. Ya'ni eng asosiysi bizaga qulaylik bo'ladi. Masalan, masalan, o'rgangan joyiga, masalan, kerakli joyga kerakli tugmani yoki elementlarni, obyektlarni joylashtirish, pozitsiyalash deymiz yoki pozitsiyalashga yordam beradi. Masalan, kerakli tugmani foydalanuvchi butun sayt bo'yicha qidirib yurmaslik kerak yoki masalan, kerakli informatsiyani bermoqchi bo'lgan informatsiyangizni butun nimadan qidirib yurmaslik kerak. O'sha uchun masalan, kerakli joyga, masalan, kerakli kattalikda yoki kerakli stilda berish kerak. O'shani masalan bizga UX yordam beradi. Joylashtirishga, pozitsiyalashga yordam beradi. Ehtiyojlarga mos keladigan qilib. Demak, yaxshi UX dizayn foydalanuvchining maqsadlariga erishishini osonlashtiradi va mahsulotdan foydalanish jarayonini yaxshilaydi. Ya'ni masalan, qaysidir
mijozimiz, ko'p mijozlarimiz saytga kirgan vaqt, masalan, qaysidir tovarni sotib olish uchun yoki qaysidir informatsiyani o'qish uchun kiradi. O'shanda, masalan, o'sha maqsad, qanaqadir maqsad bo'ladi. O'sha maqsadga yetishga, masalan, yordam beradi bizga UX yoki, masalan, erishishni osonlashtiradi. Ya'ni to'g'ri pozitsiyalangan, masalan, veb-sayt bo'lsa, masalan, dizayni u bizga osonroq, masalan, kerakli maqsadga yetishimizga osonroq bo'ladi. Foydalanish jarayonini ham bizga UX yaxshilab beradi. Eng asosiy muhim jihatlarni ko'rib o'tamiz. Bu yerda nimalarga e'tibor berish kerak? Eng asosiy bo'limlar desak ham bo'ladi. Bu bizga foydalanuvchi tadqiqoti birinchisi UX bo'yicha. Xo'p, eng asosiysi biza bilishimiz kerak, qaysi auditoriya, ya'ni qaysi mijozlar kim uchun o'zi yaratilmoqda. Bu masalan proyekt, veb-sayt bo'lishi mumkin, nima bo'lishi mumkin, mobil ilova bo'lishi mumkin yoki masalan qaysidir interfeysni o'zi bo'lishi mumkin, qaysidir obyekt bo'lishi mumkin, farqi yo'q. Bu hammasi kim uchun yaratilayotganiga qarashimiz kerak, birinchi asosiysi. Va o'shandan keyin boshlab davom ettirsak bo'ladi. Agar kim uchun yaratilayotganini bilmasak, shu qiziqtirishimiz, auditoriyani qiziqtirishimiz qiyin bo'lib qoladi. Auditoriyani hop, maqsadlarini bilmaymiz, unda ozgina muammolar kelib chiqadi. Shuning uchun eng asosiysi biza bilishimiz kerak, kim uchun o'zi o'sha obyektimiz yoki dizayn proyektimiz yaratayotganini bilishimiz kerak. Ikkinchisi, axborot arxitekturasi. Mantiqiy tuzilish deymiz yoki qanday tuzilishi kerak? Masalan, o'zi bizning proyektimizda o'zi qanaqa maqsad, masalan, uni zaказчикdan ko'pincha so'raymiz. Zakaz berayotgan odamimiz o'zi ko'pincha o'shandan so'ralib aytiladi. Masalan, tovar sotishmi yoki yetarli informatsiyani yetkazishmi yoki reklama qilishmi, qaysidir masalan maqsad bo'ladi. Maqsad, qulaylik va boshqalar, o'shalarni demak axborot arxitekturasida ko'rib o'tish kerak bo'ladi. Navigatsiya. Navigatsiya bu bizga uchinchi bo'lim bo'ladi. Bu bizga platformada qulay harakatlanishini ta'minlash kerak bo'ladi. Masalan, navigatsiyaga, masalan, mana bu saytni olsak, masalan, navigatsiyaga qulay bo'lishi uchun, masalan, tepada menyular joylashtirilgan, masalan, bu ko'pincha, masalan, foydalanuvchi optiga уже ko'p kishi уже o'rgangan. O'sha uchun, masalan, navigatsiya uchun, qulaylik uchun, masalan, birinchi bo'lishda tepasida, masalan, menyuni qo'yamiz. Eng oddiy misollardan. Yoki ko'pincha agar sizning saytingizda obyektlar yo nimalarimiz ko'p bo'lsa, sahifalar ko'p bo'lsa, уже teparoqda biz poiskni qo'yib qo'yishimiz kerak. Va har doim o'sha mijoz har bir sahifada qidirib topib, kerakli informatsiyani qidirish imkoniga ega bo'lishi kerak. Xuddi shunday, masalan, bu saytni olsak, FreePickni olsak, bu yerda user experience'ga juda yaxshi rivojlangan desak ham bo'ladi. Bu yerda masalan, bu o'zi platformamiz rasmlar, video, media va materiallarni qidirish uchun yaratilgan. O'sha uchun maqsadiga qarab bizga navigatsiya joylashtirilgan. Ana bu yerda navigatsiyani ko'rib turishlaringiz mumkin. Masalan, bu yerda уже qidiruv, masalan, hech scrolling qilingan vaqti yoki pastga tepaga chiqqan vaqtimiz, demak, qidiruv bo'limi yo'qolmaydi. Chunki bizga mijozlarimiz eng asosiysi birinchi qidirishdan boshlaydi. Ko'p nimamiz, zaprosimiz qidiruvga ketadi. O'sha uchun, masalan, bu yerda qidiruv eng asosida va o'shani nastroykalarimiz bor bu yerda. Demak, yana qo'shimcha, masalan, filtr ham juda muhim bizda bu yerda. Bu sayt uchun filtr juda muhim. Har bir mijozga qulayroq bo'ladi agar har bir nimada yo'qolib qolmasa. Masalan, tushib ketgan bilan qaysidir ana bu yerda saytlarimiz bor. Ana bu saytimiz, masalan, bu yerda qidiruv yoki masalan o'sha filtrlarimiz muhim bo'lmagani uchun scroll qilgan vaqtimiz, masalan, ular yo'qolyapti. Lekin bunisi saytimizda juda muhimlik sababli ana bu yerda fixed qilib qo'yilgan, joylashtirib qo'yilgan. O'sha pastga tushsak ham bu masalan asosiy bo'limimiz yo'qolmaydi. Endi footerda уже
bu yerda ko'pincha qo'shimcha informatsiya olishimiz mumkin. Уже bu yerda bizga bu yerga tushdimi, demak biron bir qanaqa qo'shimcha informatsiya kerak, уже filtr kerak emas. O'sha uchun masalan filtrda yopib qo'yyapti. Bu endi eng asosiy nimani mijoz qulaylikka, ya'ni UX ga ko'proq berib tayyorlangan sayt desak bo'ladi. E'tibor berilgan ko'proq UX ga. Davom etamiz. Prototiplash va test qilish. Asos qilib, demak, foydalanuvchining fikr-mulohazalarini asos qilib olish. Endi prototiplashni ham ko'rib o'tamiz sizlar bilan darsimizda, keyingi darslarda. Va prototiplar endi asosiy masalan elementlarni joylashtirib, hali masalan stillar bermasdan oq qora ko'pincha nimalardan foydalanib elementlarni, bloklarni joylashtirish kiradi bizga. Asosiysi prototiplashda. Va test qilish, bu testni bilamiz. Bu endi o'sha saytning yoki bir a, dizayn proyektimizni yetarli nimaga interfeysimizni yoki yetarli maqsadlarga erishyaptimi degan bir test qilishmi, ya'ni bir 10 kishi, 15 kishi agar katta proyekt bo'lsa, 100 dan ortiq mijozlarda tekshirilib ko'riladi. Masalan, shu interfeysni o'rganishda qancha vaqt ketyapti va interfeysdan foydalanish qulay bo'lyaptimi, noqulaymi, agar qaysi nimalarni yaxshilasak bo'ladi, qaysi joyi yoqyapti, qaysi joyi yoqmayapti, ana shularni hammasini test qilish bizga foydalanuvchilarning fikr mulohazalarini ko'rib chiqish bizga test bo'limiga kiradi, 4-bo'lim bo'ladi. Keyingi qadamimiz bizga qulaylik, usability. Yana o'shalarni masalan informatsiyalarni olib va o'shalarni ustida ishlab va ishlatishni osonlashtirishimiz kerak bo'ladi. Shu bizga oxirgi qadam bo'ladi. Bu asosiy 5 bo'lim bizga UXda shundan foydalanamiz. Yana bir masalan misol sifatida ko'rishimiz mumkin. Bu yerda birinchi Macintosh masalan рабочий stol deymiz. O'shani masalan Macintosh 1980 adashmasam 82-yilda yaratilgan va o'sha yerda masalan komandniy strokani o'rniga masalan oynalardan foydalanish g'oyasi paydo bo'lgan 1984-yilda уже bizga hozirda ishlatayotgan masalan nimalarimiz ana bu ularimiz kiradi hammasi. Mana bu yerda просто oynalarimiz kiradi bu bizga. Ana shu oynalarni masalan qilish bizga masalan UX bo'yicha rivojlanish boshlangandan keyin bular paydo bo'lgan. Ana bu yerda masalan birinchisini ko'rishlaringiz mumkin. Birinchi masalan 1984-yildagi variantini ko'rishlaringiz mumkin. Bu ham asosiysi UX rivojlanishidan keyin paydo bo'lgan, masalan Apple dizaynerlari tomonidan yaratilgan. Va undan oldin masalan fayllarni ishlatish uchun komandная строка bizga kerak bo'lgan. Masalan mana bu yerda yozib qo'yishimiz mumkin. Dasturchilar yoki kompyuterda ishlaydiganlar hammasi masalan unda komandная строkadan o'sha yerda o'shangacha masalan foydalanilgan. O'sha vaqtgacha masalan qaysidir faylni ochish uchun ochish yoki masalan ishlatish uchun komandasini yozib masalan keyin ochilgan, masalan qaysidir faylni och va nima qil degan shu yerda kiritib yozilishi kerak bo'ladi. Har safar shunday bo'lgan. Keyin masalan UX tomonidan masalan foydalanuvchiga qulayroq qilish uchun mana bu yerda masalan asosiysini bizga aytib o'tgandik. Qulaylik, intuitiv va foydalanuvchi ehtiyojlariga mos bo'lishi kerak. Asosiy maqsad UXda rivojlantirishda. O'shani masalan UXda rivojlantirish uchun masalan bu yerda уже sahifalarni bunday qilib ochish yaratilgan. Komandniy stroka qiyinroq bo'lgani uchun ana shu masalan shunday nimaga keltirilgan.
ssenariysi. Yana bir bo'lim desak bo'ladi. Ssenariysi bu masalan qanday qilib qaysi qaysi masalan nimalardan keyin qanday qadamlardan keyin foydalanuvchi o'zining maqsadiga yetadi. Mana shuni ko'rish bizga foydalanuvchi ssenariysi bo'ladi. Iloji boricha ssenariyda masalan qadamlar sonini kamaytirish kerak bo'ladi. Bu yerda masalan ko'rib turibsizlar, optimal masalan registratsiyadan o'tishning masalan optimal nimasi ko'rsatib o'tilgan qadamlari. Ko'pincha ko'p saytlarimizda masalan ana shu qadamlardan foydalaniladi ko'pincha. Mana shunday masalan qilsa bo'ladi. Yoki bu yerda ham masalan optimallashtirishimiz mumkin. Bu yerda masalan avtorizatsiyani olib tashlab, masalan registratsiyadan keyin to'g'ridan to'g'ri masalan главный ekran, asosiy ekranga o'tishimiz mumkin. Ko'p уже nimalarimiz, sahifalarimiz shunday ishlayapti hozir. Bitta qadamni masalan kamaytirilgan. Yana masalan registratsiyadan o'tgandan keyin qaytadan login parol terishimiz shart emas. Lekin bor. Shunday nimalarimiz ham, saytlarimiz bor. Ya'ni registratsiyadan o'tgandan keyin ham masalan login parol qaytadan terishni so'raydi. Endi bu himoya masalan nimalari va bunga o'xshagan maqsadlar qilingan. Yoki masalan oddiyroq sayt bo'lsa, masalan bemalol masalan registratsiyadan keyin главный ekranga, asosiy sahifaga o'tib ketsak bo'ladi. Bu bizaga demak mijoz iloji boricha tezda o'sha kerakli bizga kerakli bo'lgan maqsadga yetishga nima qilishimiz kerak? Tayyorlashimiz kerak. O'sha uchun bu yerda ham ssenariyga e'tibor berishimiz kerak bo'ladi. Masalan, maqsadli auditoriya deymiz. Ularni ham misolini bu yerda ko'rib turishlaringiz mumkin. Mana bu yerda misol keltirilgan. Masalan, auditoriyani bu yerda birinchi foydalanuvchi tadqiqot deyilganda eng muhim jihatlardan biri bizga, ya'ni auditoriya kimligini bilmasak, aytib bilmaymiz. Masalan, proyektni yoki qaysidir interfeysni tayyorlashimizda muammolar bo'ladi, qiyinlashadi. O'sha uchun bizga auditoriyani bilib olishimiz kerak. Masalan, mana bunday qilib tuzishimiz mumkin. Auditoriyasi masalan 20-50 yoshdagi ayollar, masalan, bu ko'pincha bolalar kiyimlari sotish uchun mo'ljallangan onlayn do'kon haqida gap ketmoqda. Demak, ko'pincha mana bu yerda analiz o'tkazilgan, tadqiqot o'tkazilgan, qaysi nimalar foydalaniladi, kimlar foydalaniladi. Masalan, bu yerda tadqiqot bo'yicha ikki tipdagi masalan foydalanuvchilar, mijozlar bo'ladi. Bu yerda 20-50 yoshdagi ayollar, onalar ko'pincha onlayn do'konlarimizdan foydalangan va masalan 50 yoshdan oshgan ayollar yoki buvilar o'zlarining nevaralari uchun masalan bu sotib olishgan. Ana bu masalan tadqiqot bo'yicha chiqqan. O'sha bo'yicha bizga foydalanuvchi portretini tayyorlashimiz kerak bo'ladi. Masalan, ikki turdagi masalan foydalanuvchilarimiz, mijozlarimiz uchun o'sha bir-biriga to'g'ri keladigan qilib tayyorlash kerak bo'ladi, masalan, saytni tayyorlashda. Bu yerda masalan birinchi tipni ko'rib o'tilgan. Birinchi tipda birinchisi ayol 30 yoshda, 2 farzandi bor. Masalan, o'rtacha statistika bo'yicha olib qaraganda, masalan, oyiga 5 million daromad, 5 million so'mga yaqin daromadga ega, vaqtni tejash uchun maqsadi bu bizga 5-bo'lim maqsadi. Demak, vaqtni tejash uchun bolalar uchun kiyim tanlash va buyurtma berish uchun ilova kerak degan masalan maqsaddan bo'lishi kerak. Asosiysi nima uchun kerak va o'shanga qarab interfeysni tayyorlashimiz kerak bo'ladi. Endi keyingi bo'limga o'tsak, bu bizga user interface foydalanuvchi interfeysi deb nomlanadi. Farqni ko'rishlaringiz mumkin o'sha bizga. Mana bu yerda UI masalan yozuvda ham ko'rib turibsizlar. Bizda UX bizga ko'pincha oq qora bo'limchalar masalan shunday edi. Bizda o'zi UI ko'proq bilishlaringiz mumkin. Ikonkalar bo'yicha ishlaymiz, ranglar, interfeys bo'yicha ko'pincha ko'proq nima beramiz. Bu bizga foydalanuvchining eng asosiysi bizga foydalanuvchining mahsulot bilan bevosita o'zaro aloqa bo'ladigan vizual va interaktiv elementlarni o'z ichiga olishini anglatadi. Ularga nima kiradi? Mahsulotning tashqi ko'rinishi, tugmalar, shriftlar, ranglar, piktogrammalar,
piktogrammalar yoki ikonkalar desak ham bo'ladi va boshqa interfeys komponentlarni o'z ichiga olar ekan. Bizga birinchi boshda UX keladi. UXda qulaylik edi. Intuitiv va foydalanishga ehtiyojlariga mos kelishi kerak, maqsadiga yetishishga osonlashtirar edi bizga bu yerda. Oq-qora nimalardan foydalanib joylashtiramiz. Bu yerda esa o'sha UI'da esa biz o'sha ranglar, diagrammalar, ikonkalar, shriftlardan foydalanib bu dizaynni yoki interfeysni qiziqarliroq qilishga, o'sha maqsadiga tezroq erishadigan qilib ham masalan asosiy nimalarga ko'proq e'tibor berib va iyerarxiyaga masalan e'tibor berib tayyorlashimizga yordam beradi. Asosiy muhim jihatlarni ko'rib o'tsak, bu birinchisi bizga vizual iyerarxiya. Muhim elementlarni ajratib ko'rsatish. Masalan, kerakli informatsiyani birinchi yetkazib berishimiz kerak bo'ladi. Ko'proq e'tibor, ko'proq aksent deymiz. Aksent ranglarni ko'rgandik. O'shanga aksent kontrastni iloji boricha ko'proq iyerarxiyada yuqori turgan elementlarga berishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni qaysi birinchi bo'lib masalan mijozimiz endi eng oddiy misolga ko'rib o'tsak, masalan birinchi bo'lib mijozimiz nimani o'qiydi, keyin masalan keyingi etapda qaysi nimalarni ko'rib chiqadi va uchinchi etap keyingi etaplarda ketma-ketlikni ko'rib chiqishimiz kerak bo'ladi. Masalan, mana shu slaydni olsak, birinchi bizga iyerarxiyada birinchi bo'lib turgan bizga sarlavha bo'ladi. Keyin bizga sarlavhadan keyin asosiy elementlarni bu yerda qalin qora qalin qilib qo'yilgan masalan elementlar bo'lib, keyin uchinchi darajada уже bizga mayda elementlar kiradi. Shu bizga iyerarxiya ketma-ketlik bo'ladi. Masalan, bu saytlarimizda iyerarxiya masalan bu yerda iyerarxiya bizga masalan sarlavhamiz bor va masalan sarlavhani ostida masalan kichik sarlavhalar bor. Masalan, o'shaning ichida masalan matn ketmoqda. Xuddi shunday iyerarxiya bo'lishi kerak bo'ladi. Har bir saytda yoki interfeysda. Keyingi bo'lim ranglar va tipografika. Estetika va foydalanish qulayligi uchun muvofiqlik. Ya'ni masalan bizda ko'pincha misollarda ko'rishimiz mumkin. Maqsadga muvofiq rang, tipografika, shriftlarni tanlash kerakligi haqida gap ketmoqda. Bu yerda vaqt kam qolibdi. Hop. Ranglar ko'pincha masalan bilamiz ovqatlanishimizda qizil sariq ranglardan foydalaniladi, masalan ochroq nimalardan foydalaniladi. Xuddi o'shanga o'xshagan masalan banklarda yonmada masalan ko'k ranglardan ko'proq foydalaniladi. Xuddi shunday rang teoriyasini o'tganda ko'rgandik. Rang psixologiyasi bor. Masalan mijozimizni yoshiga, nimasiga qarab, auditoriyaga qarab rang tanlashimiz kerak bo'ladi. Rangni masalan katta yoshli masalan auditoriya uchun masalan yorqin ranglarni уже tanlamaydi. Уже yorqin rang tanlasak bizga xatolik bo'ladi. Уже bizga yorqin rang ko'proq yorqin toza ranglar bolalar nimasiga auditoriyasiga ishlatishimiz kerak bo'ladi. Xuddi shunday xatolarni qilmasligimiz kerak bo'ladi. Bu yerda e'tiborni berib auditoriya bo'yicha rang tanlashimiz kerak. Tipografika. Tipografiya deymiz. Bu endi shriftlar. Shriftlarni bir-biriga tushishi, tipografiya ham o'tgan semestr o'tilgandi, oxirgi darsimizda adashmasam o'tilgandi. U yerda shriftlarning bir-biriga tushishi, qanday masalan sans serif turi bor, serif turi bor, bir-biriga qanday to'g'ri keladi, qaysi maqsadlarda ishlatiladi, o'shalarni ham hisobga olinadi UI dizaynda. Keyingi bo'lim interaktiv elementlar. Ya'ni animatsiyali masalan qanaqadir переходli elementlarimiz interaktiv tuziladi. Masalan tugmalar, formalar, ikonkalar va shunga o'xshagan ishlarni bajaradigan elementlarga ham e'tibor berishimiz kerak bo'ladi. Bu yerda qaysilari bor, qanday ishlash kerak, qaysi nima bilan ishlash kerak, animatsiyaga qancha tezligi qanday bo'lishi kerak, masalan animatsiya animation
bo'yicha berishimiz mumkin. Juda sekin qilib qo'ysak, masalan, mijoz zerikib qoladi, tez bo'lib ketsa, ilg'ab ololmasligi mumkin. Masalan, kichik yoki katta qanday qilishni ana bu yerda elementi UI dizaynning interaktiv elementlar bo'limi bo'yicha o'rgansa bo'ladi. Adaptiv dizayn. Adaptivlik bu bizga turli qurilmalar, ko'pincha mobil, ko'pincha veb saytlarda ishlatamiz. Mobil, planshet yoki kompyuter versiyalari uchun to'g'ri ko'rinishi. Shunaqa saytlarimiz bor. Masalan, nimada mobil versiyada uncha yaxshi tayyorlanmagan, masalan, kompyuterda kirganda qulay emas. O'shani masalan e'tibor oladigan bo'lim bizga UI bo'limi bo'ladi. UI bo'limida kiradi. Va brending. Brending bizga endi bilamiz, masalan, har bir brendni masalan ranglari nimalari bor, o'shalar bo'yicha tayyorlangan video. Masalan, Coca-Cola brendida o'zining shrifti bor. Masalan, Coca-Cola'da o'zining shrifti bor, o'zining ranglari bor va o'sha masalan har bir reklamada, har bir material interfeysda o'shani ishlatadi. O'sha ranglar bilan qopqoqchasini bilsalar, qip-qizil. Xuddi o'sha rangidan foydalanilgan. Sariq emas, masalan, yashil emas. To'g'ri kelgan bir rang emas, o'sha qip-qizil rang ishlatilgan. Chunki o'sha rang bizga brendingga kiradi. Brending bo'yicha shunday bilishi kerak bo'ladi. To'g'ri foydalanilgan bu yerda masalan Pepsi yoki Carvin'ni ko'rishimiz mumkin. Xuddi shunday qizil, ko'k ishlatilgan. Shriftlar ham bir xil. Masalan, Yandex kompaniyasida ham masalan alohida yuzi uchun shrift yaratilgan. Yandex shrifti bor. O'shalarning Yandex taksida ham, Yandex masalan poiskovikda ham, hammasida masalan brauzerning o'zida ham masalan o'shanda foydalanilgan. Endi o'sha brendingni rivojlantirish uchun shunday qilingan. UI dizaynerning demak asosiy vazifasini ko'rsak, foydalanuvchiga mahsulotdan qanday foydalanishni tez va stresssiz tushunishga yordam beradi. Veb-sayt, ilova, dastur, to'lov terminallari, masalan, mikroto'lqinli pech yoki televizorning masofadan boshqarish pultigacha masalan interfeys bor. O'shalarni masalan iloji boricha tez va stressiz o'rganib olishga yordam beradi bizga UI dizayn. Xo'sh, buning uchun dizayner interfeysning asosiy talablariga javob berishi, ta'minlashi kerak bo'ladi. Bu yerda asosiy muhim jihatlari 5 ta muhim jihat bor. O'shanga taxassislanishi kerak bo'ladi. Bu yerda masalan slaydimizda ko'rishlaringiz mumkin. Qaysi asosiy bo'limlar bilan ishlatilgan. UX da foydalanilgan. UX va UI farqlari nimalarni ko'rishlaringiz mumkin. Bu yerda ham o'rtasidagi farqlar, asosiy farqlar, 4 ta farq ko'rsatib o'tilgan. Demak, bu yerda qadamlar ko'rsatib o'tilgan. Birinchi, masalan, UX dizayn tayyorlash etaplari bor va keyingisi UI dizayn tayyorlash etaplari bor. Har bir qadamlari ketma-ket ko'rsatib o'tilgan. Demak, birinchi boshida UX da tadqiqot o'tkazamiz, analiz qilamiz. Masalan, mijozlarni aytib o'tganimday, bozorni, masalan, saytlarni, raqobatchilarni ko'rib o'tamiz. Ikkinchi qadamimizda arxitektura va navigatsiya tuzilishi, joylashtirilishi, shularni ko'rib o'tamiz. Masalan, kontentlarni joylashtiramiz. Qaysi qayerda bo'lishi kerak, qanday ishlashi kerak va shunga o'xshagan joylashtirish va navigatsiyani ham joylashtirib chiqamiz. Masalan, qaysi elementdan keyin, qaysi sahifadan keyin, masalan, saytni misolda olsak, qaysi sahifadan keyin qaysi keladi, qaysidan keyin qanday bo'lishi kerak, o'shalarni ko'rib o'tamiz. Wireframe va prototip yaratish. O'sha bizga keyingi bo'lim hammasini yig'ib, masalan, olgan informatsiyalarimizni hammasini yig'ib, wireframe tayyorlashimiz kerak bo'ladi. Prototip ham yaratish bo'ladi. Prototiplarni xuddi o'sha Figma dasturida yaratib chiqishimiz mumkin. Juda qulay qilib yaratilgan prototiplar. Ya'ni o'sha masalan, veb dastur yaratishda masalan
har bir tugmani bosgandan keyin qaysi masalan dizayn ko'rinadi, qaysi sahifaga o'tadi, o'shalarni masalan bemalol Figmada ko'rib o'tish mumkin. Tayyorlab. Interaktiv prototiplar testdan o'tkazishimiz kerak bo'ladi bu yerdan va keyingi qadamimiz, to'rtinchi qadamimiz foydalanuvchi testlari va tahlil. Demak, birinchi mijozlar orasida test o'tkazamiz va keyin ko'ramiz. O'shani tahlil qilib chiqamiz. Qani to'g'ri qilinganmi? Masalan, qaysi muammolar bor, o'sha muammolarni yechishga qanaqadir harakat qilib va takomillashtirishimiz kerak bo'ladi. Bu bizga UX'ning asosiy qadamlari tayyorlashning qadamlari bo'ladi. Keyingisi bizga UI tayyorlash etaplariga o'tsak, bu eng asosiysi bizga konsepsiyasini tayyorlashimiz kerak bo'ladi. Birinchi boshda, demak, rang, brend, uslublarni olamiz, tipografiya, shriftlar qo'yamiz, tizimlar yaratamiz. Bu bizga asosiy bo'lim. Bizga demak rang palitra, brendga qaraymiz, vizual dizayn konsepsiyasi deymiz yoki o'sha bo'ladi. Ikkinchisi UI komponentlarini loyihalash bo'ladi. Уже bizga ranglarni, nima tipografikani olib bo'lganimizdan keyin tugmalar, ikonkalar, shakllarni o'tsak bo'ladi уже. Keyin dizaynimizni moslashuvchanligi agar kerak bo'lsa, masalan, katta ekranda qanday ko'rinadi, kichigida qanday ko'rinadi, to'g'ri, masalan, matnimiz yetib boryaptimi, informatsiya yetib boryaptimi, o'shani ko'ramiz, test qilib ko'ramiz. Shu mos interfeyslar yaratamiz. Interaktivlik va animatsiya keyingi qadamimiz bizga, demak, animatsiyalar yaratib, masalan, shularni to'g'ri joylashtirish, loading, masalan, yuklanish, masalan, vaqtda qanday bo'ladi va hover effektlar bo'ladi bizga. Keyingisi oxirgi qadamimiz xo'sh, UI dizaynni ishlab chiquvchilar uchun tayyorlash, ya'ni masalan, ba'zidir dasturchilarga o'shani masalan texnik tomonlarini ko'rib chiqib, masalan, to'g'ri yetkazib berish bizga, demak, UI dizaynni ishlab chiquvchilar uchun tayyorlash bo'limi yoki oxirgi bo'lim deb nomlanadi. Bu mavzumiz ana shunday. Keyingi mavzumiz brief bo'ladi. Unisini keyingi darsda ko'rib o'tamiz. Bu sizlarga tushunarlimi? Savollar bormi bu mavzu bo'yicha? Savollar bo'lmasa, amaliyotga o'tamiz. Hozir bir Zoom hozir tugaydi. Keyin qaytib kiringlar. Xo'pmi? Amaliyotni boshlab yuboramiz. Demak, vazifa berilganda o'shani bir ko'rib chiqaylik. Birinchi boshda. Xo'p, ekranni yoqaman. Ko'rinyaptimi hammaga? Xo'p, eshitilyaptimi? Ovozim ko'rinyaptimi? Ekran. Ko'rinyapti. Yaxshi. Xo'p, demak, vazifa bo'lganda ana bunga o'xshagan effektni yaratish kerak bo'ladi. Bu yerda endi matn ikkinchi daraja. Bu bizga matnni joylashtirish, nima qilish, tekstlash bu juda oddiy. Eng asosiysi bizga bo'lganda bu yerda kesib olish ana shunday effektni tayyorlash kerak edi. Xuddi shunga o'xshagan masalan effektlar ko'p, ana bunga o'xshagan masalan ham yaratsak bo'ladi. Bu endi hozir juda ko'p uchramoqda. Shunday misollarimiz. Ko'p kishi juda yaxshi bajargansizlar, kesib to'g'ri qilingan. Faqat ozgina bu yerda nima ketib qolgan. Xatolik deyish ham noyob, lekin ozgina e'tiborsizlik desak ham bo'ladi. Bitta jihati, masalan, mayda jihat olinmagan. Ya'ni ko'pincha ko'p nimalarimiz shriftga yoki nimasiga e'tibor berilmagan. Yana bir o'sha uchun ko'rib chiqamiz. Bu juda oson, ko'p vaqt olmaydi. Birinchi bizga rasm kerak bo'ladi. Rasmni shu masalan tematik yoki shunga yaqin bo'lgan rasm olishimiz kerak bo'ladi. Lekin rasm tanlashga ham e'tibor berishimiz kerak. Masalan, kontrastli, masalan, ana bu yerda oq rasm qo'yilgan, masalan, mana bu yerda
o'q bilan farq qilish kerak. Ya'ni to'qroq bo'lsa, masalan, bu yerda bizga yaxshiroq bo'ladi, yaxshiroq ko'rinadi, yaxshiroq farq bilinadi. O'sha rasm tanlashda ham masalan e'tibor berishimiz kerak bo'ladi shunaqa joylarga. Masalan, ana bu yerda masalan sariqroq, bu yoqda ham to'qroq. Ana bu harflarimiz yaxshi ko'ringan va ana bu yerda uncha yaxshi ko'rinmagan. Bu yerda ham masalan uncha yaxshi rasm tanlamagan desa bo'ladi, lekin yaxshi nimasi ko'rinishi yaxshi. Shunga yaqin olishimiz kerak. Bu uchun bizga o'sha eski saytimiz, hozir ishlatib yurgan saytimiz, masalan, nimadan foydalansak bo'ladi? Repikdan bironta rasm olishimiz kerak bo'ladi. Bu yerda ana bu rasmimiz to'g'ri kelmaydi, chunki bizga hozir oq qilmoqchi bo'lsak, bu to'g'ri kelmaydi. Bu уже yozuvlarimiz uchun qora. Nima tanlasak, masalan, bo'lishi mumkin. Buni olsak. Kelinglar bironta topib ko'ramiz. Ana bu bizaga ana bunday rasm ham to'g'ri kelmaydi bizaga, chunki tepasi ko'p yorqin, ochroq, pastda yarmi past, tek yarmi yo'q. Bu bizaga to'g'ri kelmaydi. O'sha uchun iloji boricha bir xil tipdagi, masalan, to'qroq yoki oshroq bir xil tipdagi olishimiz kerak. Mayli, kelinglar ana shuni olib ko'ramiz. O'saman, hop, bu yerda download bo'lsa, masalan, medium bizga bo'ladi. Hop, demak, ana tushdi. Rasmni olamiz, Figmaga joylaymiz. Figmaga joylaymiz. O'zini rasmimiz katta, kichraytirishimiz kerak bo'ladi. Shiftni bosib turib kichraytirsak, proporsiyalari o'zgarmaydi. Va ana endi bu uchun masalan birinchi bitta masalan rectangle yoki to'rtburchak ustida joylashtirishimiz kerak bo'ladi bu yerda. Bir ustida o'sha ustma-ust qilib joylashtiramiz. Oddiy to'rtburchak. Endi buni rangini har xil qilishimiz mumkin. Bu bo'lgani uchun ko'proq biron bir rang tanlab olaylik, kelinglar. Yoki masalan rasmni o'zidan ham olsa bo'ladi. Mana bunday rangni olaylik. Keyin yozuv kerak bo'ladi. Yozuvda ham ozgina xatolik ketgan hozir. Bir yozuvni ko'raylik. Japan masalan. Japan so'zini o'zini yozib qo'yaylik. Hop, bu yerda 128dan ko'proq kerak bizga, masalan 250 qilib ko'raylik. Masalan 250dan shunday ko'rinishga kelyapti. Shrift tanlashda ozgina farq, xatolik ketgan sizlarda. Shriftni iloji boricha qalinroq, masalan bilinadigan bo'lishi kerakda, kesib olganimizdan keyin masalan ko'rinib turishi kerak. Masalan mavzuga yaqinroq biron bir olish kerak bo'ladi, tanlash kerak bo'ladi. Shu monument. Bizga ko'p mavzu yaratamiz, yaxshi fikr. Bunga introni olaman. Introni olib, ana bu yerda ozgina kichraytirsak, уже hamma qadam уже maydonlashib boradi. Keyin o'rtasidagi masofani kichraytirish uchun mana bu yerda avtoni ozgina kichraytirishimiz kerak bo'ladi. Foizda bo'ladi masalan 75% bo'ldi. Shu yozuvlar belgilarini ozgina kattaroq qilsak bo'ladi. Masalan 300 qilib ko'raylik. Masalan 300 sig'ayapti, hammasi yaxshi. Demak, ikkita obyektni belgilaymiz va mana bu yerda subtract selection aytib o'tgandim, o'shandan foydalanamiz. O'sha bizga o'sha ko'rinishda kesib beryapti. Yo'li ham ozgina nasib bor. Ko'p katta qilib yubordik. Ozgina mayinroq qilmoq kerak ekan.
Bitmi adashmasam bo'ldi bor. O'shani 250 qilib o'rtasidagi masofani ozgina kattaroq qilsak yaxshiroq bo'lishi kerak. Bunday qilishimiz mumkin. Va yana kesib olamiz, subtract qilib olamiz va bunday ko'rinishga bizga keladi. O'sha bemalol bu yerda masalan matnni qo'shib qo'ysak bo'ladi. Masalan matnni qilsak bo'ladi adashmasam. Qanaqadir matn olib 250 matn joylashtirsak bo'ladi bunday. Уже outfit emas, referensiyadan foydalansak ham bo'ladi. Уже o'rtasidagi masofani ko'proq qo'yishimiz kerak bo'ladi. Chunki shriftimiz sans serif shrifti, bunda уже masofa ko'proq bo'lishi kerak. O'rtasidagi masofa. Masalan, bunday shunday takrorlab bo'ladi. Bu endi tezda qilingan edi. Masalan, bu yerda ozgina joy tashish kerak, masofalarga ozgina e'tibor berish kerak. Bunday taxlagan vaqt. Mana shunday qilib tayyorlash demak mumkin. Agar vazifani bajarmaganlar ana shunday qilib tayyorlashlaringiz mumkin. Ko'rib, videodan. Keyingi nimaga o'tamiz? Keyingi uyga vazifa bo'ladi. Sizlarga o'zlaringiz uyda tayyorlab ko'rishlaringiz kerak bo'ladi. Bunisini bilasizlar, bunisi oddiy. Qiyin emas, shunga o'xshagan. Endi ikkita nimadan birini tayyorlashlaringiz kerak bo'ladi. Bu yerda osonrog'ini ana bu yerda qo'yaylik. Masalan, buni ko'rgandik, adashmasam, sizlar bilan. Qanday qilib fonga masalan nimani o'tkazish va qilish bu yozuvni. Va keyin ana bu yerda ikkinchi turdagi masalan ana bunday masalan qo'l masalan oldiroqda, orqaroqda bularni ham masalan tayyorlashni uyga vazifa bo'ladi, qilib ko'ringlar. Uncha qiyin emas bu yerda. Bu yerda masalan oddiyroq masalan ko'rsatib o'tishim mumkin. Masalan oddiy aylana birinchi yarataylik. Mana bu yerda ovsin ko'rsataylik. Bu yerda xatni ko'rib o'taman. Bunday masalan ko'rinishda bo'lsin. Va ana shu masalan bu yerda shaklimiz bor. Ana endi bizga kerak bo'ladi. Buni xuddi o'sha rangni o'zidan olsak ham bo'ladi. Bitka bilan demak belgimiz bor. Endi bizga kerak bo'ladi. Masalan shakl, qo'l shakli. Qo'l shaklini internetdan bemalol olsangiz bo'ladi. Olib masalan background remove bg yordamida fonni o'chirib yuborsalaringiz bo'ladi. Xo'p, boshqacha qilganlar bo'lsa birinchi vazifani demak qilib ko'ringlar. Ana videodagidek masalan qilib kesib qo'ysalaringiz bo'ladi. Oddiy, juda oddiy. Takrorlashga bir harakat qilib ko'ringlar. Bu yoqqa ozgina men joy tashlamagan, bu yoqqa ko'proq joy tashalgan ekan. Ozgina ana bu yoqqa teparoqqa ketgan. Shriftlar yaqin ekan. Shriftlar juda yaqin ekan. Shunga o'xshash bo'ldi. Xo'p. O'shanga yaqin qilib qaytadan tayyorlab chiqsalaringiz bo'ladi. Bu yerda asosiysi birinchi vazifamizda o'sha nimamizni tayyorlash. Ana bu yerda subtract selectiondan to'g'ri foydalanish. Buni ham ko'rib o'tgandik o'tgan semestrda o'shandan foydalanib tayyorlasalaringiz bo'ladi. Qiyin emas. Xuddi shunday yana bu yerda ham masalan qo'l rasmi olasizlar. Qo'l rasmini internetdan olib, fonni o'chirib va masalan ana bu yerda
kesib olishlari kerak bo'ladi. To'g'ri kesib olishlari kerak bo'ladi. Bu yerda ham o'sha masalan shakl olingan shakl va kesilgan ana bunday masalan qo'l shaklida. Buni qanday qilsak bo'ladi? Bu yerda masalan opacity bu shaffoflikni masalan 0,3 3% bitta ko'proq qilamiz. Masalan shaffoflikni oldini tushirib, bu yerda yo'li masalan pen yordamida kesib chiqishimiz mumkin. Bir misol masalan. O'zlaringiz uyda urinib ko'ringlar. Xuddi shunga o'xshagan tayyorlashga. Enterni bosamiz oxiriga va masalan ikkovini tanlab, yana o'sha subtractdan foydalanamiz. Subtract selection. Va ana endi masalan ana bu shaffofligini, obyektning shaffofligini ko'tarsak, bu yerda o'shani to'g'ri kesyapti. To'g'ri kesilgan ekan. Yana bu yerdan bizga bu yerda stroke bor, yo'q ekan. Yo'lni tanlaymiz va subtract selection'ni bosamiz. Bizga bu shaklimiz o'shan bo'yicha qo'l shakli bo'yicha kesildi. Bu shaklimiz xuddi o'sha shaklimiz mana ichida turganday biz shaffofligini 100% qilamiz. Bizga ko'rinishga kelyapti. Shunga o'xshagan birovlar ikkita qo'lda nimasini olib, rasmini olib, shaffoflik nima bilan tayyorlashlari mumkin bu yerda. Va soyalarga ham e'tibor berish kerak bo'ladi bu yerda. Soyalar ham bor. Xuddi shunday buni endi o'sha ko'rib chiqqandik. Bu yerda faqat ozgina farq shu rangi sariq bo'lgan. Biz oq qorada ishlatib ko'rgandik. Shunday yaratib ko'rsalaringiz bo'ladi. Bu ikkovini rasmini sizlarga yuborib qo'yamiz. Vazifa tushunarlimi? Bugungi. Keyingi darsgacha haftada qilib ko'ringlar. Agar bo'lmasa, o'zim yana tushuntirib ko'rsatib o'taman. Savollar bo'lsa, bemalol berishlaringiz mumkin. Savol yo'q, domla. Xo'p, bunda darsimizni yakunlaymiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Sog' bo'ling. Sog' bo'ling.